Ota-onalar yig'ilishini endi birgalikdagi quvonchli uchrashuvga aylantiramiz. Buning uchun men sizga ota-onalar yig'ilishi uchun maxsus to'plam tayyorladim. Nimalar bor deysizmi? Eng avvalo ssenariy. Yig'ilishni samimiy boshlab, qiziqarli davom ettirish uchun oldindan puxta reja. So'rovnoma har bir ota-onaning fikrini inobatga olishga yordam beradigan qulay vosita. Buni yozma to'ldirishadi. Qarshiman, roziman o'yini ko'rgazma doskasi. Ota-onalarning fikrini bilish uchun jonli interaktiv o'yin. O'yin haqida batafsil ssenariyda berilgan. Savollar, keyslar. Har bir ota-onaga o'z fikrini aytish imkonini beruvchi chuqur o'ylangan keyslar jamlanmasi. Yurakdan chiqqan gaplar refleksiya daraxti. Yig'ilish yakunida har bir ota-ona dildan o'z tilagini yozib qoldiradigan samimiy yig'ilish. So'ngida shokoladli esdalik. Uchrashuv yakunida har bir ishtirokchiga taqdim etiladigan kichik shirin tuhfa. Hoziroq yozing, tayyorlab qo'ying. Bu to'plam sizga vaqt, kuch va ilhom beradi.